أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve Taala'nın güzel isimleri, ali sıfatları bilen bugünkü peygamberler kıssaları dersligini başlar ekanmiz. Allah Taala bu derslikni özünün yalğız razılığı üçün kılınayotgan dersler qatorida solihlar, olimlarning darslarini qabul mahbul qilgani singari bizni ham taqsirlik, noqislik bilan o'tilayotgan darslarimizni Alloh taolo huzurida qabul qilishini so'raymiz. Avvalgi darsimizda Hud alayhissalomning qissasini tugatdik va orasida sizlarga ham bir haftani bekor o'tkazmasin deb nima berdik? Duo berdik, yodlab kelishga. Shu duoni so'raymiz endi. Hamma bu yoqqa bir kelyapti. Keyingi darsda hamma orqaga ketadi. Orqaroqda o'tiraveramiz, joy bor deydi. Bu darsda yodlaganlardan so'raymiz, qo'lini ko'tarib aytib beradi. Keyingi darsda shu kimga Qur'asi to'g'ri kelib qolsa shu odam aytib beraveradi. Darsda yo'q edim, bilmadim, eshitmadim, eshitaydim degan narsa ketmaydi. Sal og'irroq bo'ladi ekan. Bu darsda kim aytadi? Boshidan siz aytingchi. Allohumma inni a'udhu bika minal bukhl va a'udhu bika minal jubn va a'udhu bika min an uradda ila al-ardil umr. وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. Barakallahu fikum. Endi o'rtadan. Kimda kelishinglar o'rtadagilar? O'rtadan. Kim aytadi o'rtadan? Ayting. O'rtadagilar. Oxirdan. Qarang, 2,5 soat dars o'tyapmiz. Darsni tayyorlashlik hazilakam narsa emas. Darsni tayyorlab bu yerga kelib aytib berishni o'zi bitta duoni aytib berishga jur'at qila olmayapsiz. Yodlagan ham hozir ba'zilar yodlaganman deyapti, lekin aytay desa qo'rqyapti. Adashib qolaman hozir deydi, ko'pchilik oldida deydi. Shuning uchun bu ancha mas'uliyatli, qiyin bir ish. Biz hamma narsani aytib beraversak, nima deydi? Xato bo'lib qolmasligi uchun, boshqa bo'lmasligi uchun qancha kitoblarga murojaat qilib, qarab, sahih manbalardan topib kelib, shunga ertaga kuni shunga istinod qilsin odamlar. Shunga suyanib turib, biz bunaqasini eshitmaganmiz. Biz Odam alayhisalom qissasini eshitganmiz, bu yo'q edi. Nuhni eshitganmiz, bu yo'q edi deb zaif narsalarni ichidan chiqarib tashasin. Odamlarning ichida to'qimay yurgan so'zlar, voqealar, qissalarni olib tashasin. Yahudlar kirgizgan qissalarni olib tashasin deb shunaqa olib kelyapmiz. Bitta duosini beryapmiz ichida. 2,5 soat o'tirsangiz yodlab olasiz. Endi buni haz ketmaydi. Keyingisiga ham yana beramiz duoni. Endi keyingisida Qur'a bilan kimga navbat borsa, qalamni yurgizamiz shu yerdan, kimni qo'liga tushsa o'sha odam aytaveradi. Mana yaxshilab eshitib o'tiringlar. Keyin duoni inshaalloh mana birodarimizga beramiz, yozib merga osib qo'yadi. Bir haftaning ichida kelib topolmagan odam shu yerdan yozib olib, shu duoni yodlab kelaveradi. Ertaga inshaalloh Shavkat mana olib kelib duoni merga osib qo'yadi shu duoni. Bugungi duoni ham kecha o'tgan duoni va endi o'tadigan duoni ham osib qo'yadi. Topa olgan uydan, musulmon qo'rg'onidan, boshqa duolardan izlab topadi. Topolmagan odam kelib shu yerdan duoni yozib
yodlaydi. Bismillah. Darsimizga qaytamiz. Biz Solih alayhissalomga kelib to'xtagan edik. Hud alayhissalomdan keyingi payg'ambar Solih alayhissalom bu Samud qabilasidan chiqqan kishilardan biri. Alloh subhanahu va taolo Hud alayhissalomning qavmini halok qildi. Ya'ni Ad qabilalarini Alloh taolo halok qildi. Nima bilan halok qildi? Shamol bilan halok qildi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalatu vassalom shamol bo'lib osmonga bulut kelsalar xursand bo'lib bizga o'xshab yaxshi bo'ldi demagan ekan. Nima qilardi? Qo'rqardi, chiqardi, kirardi, xavf yuzlari payg'ambar alayhisalomni xavf yuzlarida ko'rinardi. Hatto bulutdan yomg'ir yog'maguncha. Shunda Oysha onamiz ya Rasululloh, shunchalik nimaga xavotirlanasiz deganlarida, qayerdan bilasiz ey Oysha, bu Allohning azobi keladimi bu bilan yoki Alloh rahmatini bulut bilan tushiradimi? Qayerdan bilasiz deb aytardi. Demak, Adni Alloh subhanahu va taolo halok qildi. Hudning Alloh subhanahu va taolo payg'ambar va unga iymon keltirganlar bilan birga Alloh taolo najot berdi. Shunday bir uyga, hovliga kirdi, o'tirdi. Hamma hovlilardagi, hamma diyor, qo'shni qo'nilarning uylarida yotgan odamlarni ham Alloh taolo uyining ichidan ham sug'urib uchirib ketdi shamol bilan. Lekin nima? Hud alayhissalom va unga iymon keltirganlar bitta joyda joylashdi, ularga hech narsa bo'lmadi. Mo'jiza Alloh taoloni. Alloh subhanahu taolo bu mo'jizani Hud alayhissalom ko'rsatgan bo'lsa, biz zamonimizda ham bo'yapti. Mana toshqin bo'lib, sel olib, dengiz toshib ketgan vaqtida ko'rdinglar hammanglar, nima bitta masjid va masjidda saqlanganlarga omon qolgan. Hech kim qolmagan. Bitta masjid qoldi. Alloh taoloning yaqqol ko'rsatib qo'ygan qudrati. Bunga iymon keltirishdan boshqa narsani ayta olmaymiz. Demak, yer yuzida kimlar qoldi? Faqat mo'minlar. Yer yuzida Hud va unga iymon keltirganlar, mo'minlargina qolgan edi. Hud alayhissalomdan keyin yana bir necha zamonlar o'tdi. Alloh subhanahu va o'tdi va odamlar yana bu o'tgan voqealarni unutib, shayton o'rtaga kirib, odamlarni adashtirishga harakat qildi va eng birinchi boshlagan gunoh yer yuzidagi shirk Nuh alayhissalom davridan boshlangan edi. Shu gunohga yana odamlarni qaytardi. Butlarga ibodat qilishlikka odamlarni qaytardi. Odamlar yana butlarga ibodat qila boshladi. Shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo Solih payg'ambarini yubordi. Alloh taolo payg'ambar qilib. Solih alayhissalom payg'ambar arab payg'ambarlaridan va bu Samudning nevaralaridan. Nasablariga keladigan bo'lsak, Solih alayhissalomni Solih ibn Ubayd ibn Asif ibn Masih ibn Ubayd ibn Hajir ibn Samud ibn Ad ibn Iram ibn Sam ibn Nuh deydi. Demak, Solih alayhissalomning 6-bobosi Samud bo'lgan ekan. Samud qavmi, Samud qabilasi deyish sababi Solihga nisbat beradi. Samudni nima uchun? 6-bobolari nima bo'lgan? Samud bo'lgan. 7-bobosi Ad bo'lgan. Shuning uchun Qur'oni Karimda doim qaraydigan bo'lsangiz, Samud va Adni Alloh taolo doim Qur'onda bir olib keladi. Qur'onda zikr qilsa, Adni qanday qildik, undan keyin Samudni qanday qildik qaramaysizlarmi deb Qur'onda ikkovi bir keladi. Yaqin bir-biriga nima bo'lganligidan ikkovi Samud va Ad qabilalarini Alloh taolo Qur'onda ko'p zikr qiladi yonma-yon. Baroa, Furqon, Sa'd, Qaf, Najm, Fajr suralarida shunday Alloh taolo zikr qilgan ekan. 6-bobosi Samud, 7-bobosi kim? Solih alayhissalommi? Ad. 8-bobosi Iram, 9-bobosi Sam, 10-bobosi Nuh alayhissalom bo'lgan. Demak, Nuhning 10-nevarasi Solih payg'ambar. Solih payg'ambar alayhissalom. Samud qavmi, Samud qabilalari, bular Yamanni Hadarmotda edi. Ular Yamanni tashab, Yamandan keyin chiqib ketishdi ular. Va Arab jaziralarining shimol taraflariga Hijr deb ismlanadigan bir joyga joylashdi. Hijr deb ismlanadigan joyga joylashdi. Ad qayerda edi?
Ad qayerda joylashgan edi? Ad qayerda? Yaxshi eshitilmayapti. Iramazatil imad demoqchisiz u. Ad qayerda joylashgan edi? Ahqaf deb aytmadikmi? Ahqafda, ahqaf degani qumlardan iborat bo'lgan tog'lik joylarni ahqaf deb aytadi deganmiz. Demak, Ad shunday joyga joylashgan edi, Samud esa Hijr degan joyda joylashgan ekan. Hijr degan joyda joylashgan. Shuning uchun Qur'onda xosatan shunday oyatlar, shunday sura shuni ismlangan, Hijr surasi deydi. Shuni bilib olinglar, Hijr surasi degan vaqtda Solih payg'ambari, Samud qabilalarining joylashgan ismi bu Hijr surasi deb bilib oling. Ahqaf surasi bor Qur'onda. Ahqaf surasi degan vaqtda Ad, Hud qavmining, Ad qabilalarining joylashgan joyi Ahqaf edi deb bilib oling. Suralarning ismidan bilib olsangiz bo'ladi. Bu qissalar ismi bilan katta narsalarni nima qilib olasiz. Va Alloh subhanahu va taolo Hud deb bir surani kamilicha nozil qildi. Hud surasi deb. Demak, mana shularning hammasi nima haqida gapiradi? Solih payg'ambar bilan Hud payg'ambar alayhissalomlar haqida gapiradi ekan. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda va laqad kazzaba ashabul hijr al-mursalin. Hijr egalari mursalinlarni, payg'ambarlarni yolg'onga chiqardi deb keltirdi. Hijr egalari degani o'sha Samudning joylashgan joyi, shu falon joyda joylashganlar, falonchaliklar deydi-da. Hijrda joylashgan odamlar payg'ambarlarni yolg'onga chiqardi deb keltirdi. Samud Hijrda shimoliy g'arbda Hijr degan joyda joylashdi. Bu Madinadan 380 kilometr uzoqroq deydi. Madinadan 380 kilometr uzoqlikda ekan. Hozirgi kundagi Madina Munavvarada. Alloh subhanahu va taolo Samudga Adga berganga o'xshagan ne'matlarni Alloh taolo berib qo'ydi. Kuch, quvvat, boylik, ne'mat, hamma narsani Alloh taolo yog'dirdi. Bular ham xuddi Ad qanday qilgan bo'lsa, shularning yurgan yo'lidan qadamma-qadam izma-iz bora boshladi. Ular ham dunyo ko'paygandan keyin hamma Allohga qaytay demas ekanda. Qayerga qarab ketadi ekan? Sekin boshqa tarafga, tog'larni borib naqshlarni bilan toshlarga naqshlar solib qasrlar qila boshladi. Qiladigan ish qolmadi endi. Hamma narsani qilib bo'lgandan keyin o'shanga tog'larni naqshlab qasrlarni tog'larga sola boshladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda va samudallazina jabus-sakhra bil-wad. Alloh taolo Samudni qanday halok qilganini qaramaysizlarmi? Ular nima qilishardi? Vodiylardan katta qarsang toshlarni olib kelib, ular shularni naqshlashib ishlashardi. O'sha Samud deb Alloh taolo sifatladi Samudni. Toshlarni olib keladiganlar deb. Lekin ular shuncha ne'matga ko'rnamaklik qilib, ne'matni shukrini ado qilmadi, balki Allohga ibodat qilishni o'rniga ular kimga? Butlarga sig'ina boshladi. Butlarga sig'ina boshladi. Allohga sig'inishning o'rniga. Alloh subhanahu va taolo shu vaqtda ularga payg'ambar qilib Solih o'zlarining ichidan bo'lgan birodarlarini Solih alayhissalomni yubordi. Solih alayhissalom payg'ambar bo'lishligidan avval ularning qavmida, ularning qishlog'ida tug'ilib, birga o'sib, ulg'aygan bir kishi edi. Bu halim, mehribon, juda ham aqlli, zakovatli, uddabiron odam bo'lganligidan qavmi, qarindoshlari, qabilasi biror bir narsa bo'ladigan bo'lsa, Solihga maslahatlashmasdan ish qilmas ekan. Eng amin va eng aqlli kishimiz shu der ekan. Solih alayhissalomga payg'ambar bo'lishlikdan avval doim shunga kelib maslahatlashar ekan. Bizlarda aytganda oqsoqoli deb qo'yadi-ku, shunchalik darajaga, martabaga yetgan va o'zi Solih alayhissalomni tug'ilgan xonadoni ham sharaf egalaridan bo'lgan, hurmatga sazovor xonadonlardan biri edi deydi. Solih alayhissalom shunaqa joyda dunyoga kelgan edi. Ular qabila qavmi, qarindoshlari, qabilalari aytar ekanki, kelajakda mana shu Solih bir katta bir odam bo'ladigan nimasi bor bunda. Shunday bir xislat ko'rinyapti Solihda deb qo'yishar ekan. Solihni bergan maslahatlaridan foydali maslahat olgandan keyin maqtab qo'yishardi. Bu Solihda kelajakda bir katta bir ish bor deb qo'yardi. Solih alayhissalom ularni
kelajak emas, ozgina kundan keyin payg'ambar bo'lib ketdi-da nima dedi? Allohga ibodat qilinglar, yolg'iz Allohga va sizlar ibodat qilayotgan butinglarni qo'yinglar, to'xtatinglar. Da'vat tavhid da'vatini olib keldi. Allohning yagona ekanligini bildirib da'vat qildi. Alloh taolo mana Qur'onda keltiryapti: "Ila samuda akhahum soliha qala ya qaumi ibudulloha ma lakum ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna robbi qaribun mujib." Alloh taolo Samud qabilalariga o'zlarining birodari Solihni payg'ambar qilib yubordi. U qavmiga qarab: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Allohdan boshqa iloh yo'q. Bitta Alloh. Undan boshqa ibodat qilinadigan narsa yo'q. Alloh taolo nima uchun Allohga ibodat qilamiz? Alloh taolo sizlarni yerdan yaratdi. Odam alayhisolamni turpoqdan yaratdi, loydan yaratdi. Yo'q narsadan bor qildi. Shukronasiga ibodat qilmaymizmi? Bizga ne'mat qilib bergan zotga ibodat qilmaymizmi? Nimaga unga sherik qilamiz? Alloh subhanahu va taolo sizlarni yerdan yaratdi va shu yerga sizlarni joylashtirdi. Umringlarni shu Alloh yaratgan yerning ustida o'tkazyapsizlar. Shu yerning ustida o'tkazyapsizlar. Allohga istig'for aytinglar gunohinglarga va tavba qilinglar. Alloh taolo mening Robbim duolarni qabul qiluvchi va juda ham yaqin bo'lgan zotdir deb da'vatni boshladi Solih alayhisalom. Solih alayhisalom Alloh taoloning bergan ne'matlarini eslatdi. Birinchi Allohning haqqini gapirgandan keyin bizga bergan ne'matlarni Solih alayhisalom bizga eslatyapti. Nimaga? Qavmiga eslatdi. Qavmiga eslatib keldiki, Alloh taolo Qur'onda aytayapti: "Vazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di 'ad." Eslanglarchi, sizlarni Alloh taolo Oddan keyin sizlarni yerga xalifa qilib qo'ymadimi? Od halok qilib tashadi. Shu vaqtda sizlarni Alloh taolo qutqarib oldi-yu. Va sizlarni yerga qo'yib qo'ydi-yu Alloh subhanahu taolo. Shular bilan qo'shib halok qilmadi-ku. Va bawwa'akum fil ard, yerlarga sizlarni joylashtirdi. Xohlaganda yurasiz, ishlaysiz, yotasiz, dam olasiz yerda. Va tattakhiduna min suhuliha qusura, tekis joylarga borib qasrlarni quryapsizlar. Va tanhitunal jibal buyuta, tog'larni bo'lsa o'yib, o'yma naqshlar qasrlarni quryapsizlar tog'larga. Fazkuru ala Alloh, Allohning ne'matlarini eslanglar, sizlarga bergan ne'matini. Va la ta'thaw fil ardi mufsidin, yerda buzg'unchilik qilmanglar deb qavmiga da'vat boshladi. Solih alayhisalomning da'vatlari shulardan iborat edi. Solih alayhisalom qavmiga qarab: "Vazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di 'ad." Eslanglar, sizlarni Oddan keyin Alloh taolo yerga xalifa qildi. Eng yaxshi odamlarning bolalari, farzandlari sizlar. Alloh taolo Odni halok qilgan vaqtida Hud alayhissalom va unga iymon keltirib Alloh muhabbat bilan yaxshi ko'rgan, najot berib qutqargan odamlardan tarqagansizlar sizlar. Shulardan tarqagansizlar deb turib nima qildi? Eslatyapti. Shularni eslanglar. Sizlar mana shu insonlarning farzandisizlar. Bir eslanglarchi, Odni halok qilgandan keyin sizlarni yerga xalifa qildik-ku. Shunday bo'lsa, shunday bo'la turib yerda buzg'unchilik qilasizlarmi deb qavmiga qarab eslatyapti. Demak, shu joyda bunday qaraydigan bo'lsangiz, insonning ota-bobosini paloncha bo'lib o'tganligi, nasli nasabi avlodi palonchalarga borib taqalishligi yoki bo'lmasa xo'ja, eshon, oqsuyak bo'lishligi, yo bo'lmasa payg'ambarning avlodlari bo'lishligi uni hech qanaqa behojat qilmaydi oxiratda. Foydasi yo'q uni. Agar u Allohga iymoni mustahkam bo'lmagan bo'lsa. Sizlar shunaqa odamlarni farzandi edinglar, Oddan keyin Hud payg'ambardan tarqagansizlar, lekin qilayotgan ishinglarni qaranglar deydi. Shunga o'xshab biz palonchalardanmiz, biz xo'jamiz, biz oqsuyakmiz, biz mundaymiz, biz payg'ambar avlodimiz deyishlikni hech foydasi yo'q. Undan ko'ra hech qanaqa nasabi yo'q bo'lgan odam iymon keltirgan bo'lsa, shu afzal bo'laveradi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom aytadilar: "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Kimni amali kechiktirgan bo'lsa, amali yaxshi bo'lmasa, uni nasabi uni ilgarlatib qo'ymaydi. Ya'ni nasabi
uni jannatga kirgizib yubormaydi, uni nasabi. Paloncha bo'lganligi. Amalga qaraladi. Hatto u payg'ambarning avlodi bo'lsa ham uni foydasi bo'lmaydi ekan. Hud Solih alayhisalom mana shu joylarni eslatdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam tiriklik davrida bu gaplarni aytib ketgan edi. Tirik vaqtida payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Chiqib turib, ya Bani Abdumannaf, ya Bani Abdul Muttalib, ey Abdumannaf qabilalari, ey Abdul Muttalib qabilalari, Bani Hashim qabilalari, barisi payg'ambar alayhisalomni tug'ishgan amakilari, o'zining qabilalari, qavmi, qarindoshlari. Shularga qarab aytdiki, anqidu anfusakum minan nar. O'zinglarni do'zaxdan qutqaringlar deb turib keltirdi. Sizlar o'zinglarni do'zaxdan qutqaringlar deyapti. Men hatto qizlarga qarab turib aytdi shunda. Ey Fatima binti Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Fatima qizlarga qarab, anqidi anfusaki minan nar. O'zingni do'zaxdan qutqar dedi. Dadam payg'ambar, Allohning sevimli payg'ambari degan ketmaydi. O'zingni do'zaxdan la sali minad dunya ma shay'ti la ugni anki minalloh shay. Dunyoda nima so'rasang so'ra beraman, lekin Allohning huzurida men sizni behojat qila olmayman dedi. Sizga foydam tegmaydi, Allohning huzurida foydam tegmaydi sizga. Dunyoda tegishi mumkin so'ragan narsada, ammo oxiratda foydam tegmaydi sizga dedilar. Mana bu narsalarni yaxshi tushunib olishimiz kerak. Har inson o'zining amali bilan jannatga, Alloh rahmatiga olsa, amal qilgan amali bilan jannatga kiradi. Falamma da'a Solih alayhisalom qavmahu, Solih alayhisalom qavmini demak Allohning ibodatiga va Alloh bergan ne'matlarni eslatib da'vat qildi. Lekin qavmi qabul qildimi? Qabul qilmadi. Qavm qabul qilmadi. Qalu ya Solih. Qavmni aytayotgan Solih alayhisalomning qavmini aytayotgan javobiga qarang. Ey Solih. Qad kunta fina marjuwa. Sen bundan avval bizda juda umidimiz katta edi sendan. Juda bu Solih kelajakda bizni qabilamizni juda ko'taradi, bunda bir kelajagi bor deb yurgan edik. Umidimiz katta edi. Atanhana an na'budu ma ya'bud aba'una. Ata bobolarimiz ibodat qilgan narsaga biz ibodat qilishimizni qaytarasanmi? Subhanalloh. Payg'ambarman, durust emas deb hammasini tushuntirib tursa, ata bobomiz ibodat qildi. Shundan sen bizni qaytarasanmi? Va inna lafi shakkin mimma tad'una ilayhi murid. Sen chaqirayotgan, da'vat qilayotgan narsaga biz shubhadamiz, gumondamiz. Ishonmaymiz bunga deyapti. Solih alayhisalom javob berdi ularning aytgan so'ziga. Qala ya qavmi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min robbi va atani minhu rahma. Ey qavmim dedi. Alloh tarafidan menga ochiq hujjatlar bayon qilingan bo'lsa, Alloh payg'ambarsan deb tursa va Alloh tarafidan menga shuni payg'ambarlikni rahmat qilib Alloh menga bergan bo'lsa shuni. Va men buni tashab turib sizlarning gapinglarga kirib hammasidan ko'z yumsam. Faman yansuruni minalloh in asaytu. Allohga osiylik qilsam, buning da'vatini yetkazmasam, payg'ambarlikni yetkazmasam, kim menga Allohning oldida yordam beradi? Kim meni qutqaradi Alloh taoloning huzuridan? Fama tazidunani g'ayra takhsir. Ziyondan boshqa narsani menga sizlar qo'shib bermaysizlar dedi. Sizlarga ishon, sizlarga iymon kelib, sizlar bilan yuradigan bo'lsam, dunyo oxiratimni yo'qotaman. Alloh aytganini qilaman, shu bilan yuraman. Bitta Solih alayhisalom. Endi Samud nima qiladi? Solih alayhisalom qabul qilmadi, to'xtamadi. Umidimiz katta edi sendan. Biz bilan bo'l, biz bilan yur deyapti. Solih alayhisalom qabul qilmadi. Nima qilashadi? Odatdagiday Sunanul avvalin, avvalgilarning yo'li, shayton ko'rsatib bergan ustozi shayton shu yo'lni chizib bergan, hamma payg'ambarlarni yolg'onga chiqarishgan va hamma da'vatchilarni, hamma ahli ilmni da'vatlarini yolg'onga chiqargan, iymon keltirishmagan, bular falondaqalar, unandaqalar deyishib, yolg'onchilar, sehrgarlar deb shayton ustozi shu gapni o'rgatib ketgan gap qiyomatgacha aytilaveradi. Ana shu gap gapirildi Solih alayhisalomga. Samud qabilasi ularni yolg'on, Samud Solihni yolg'onga chiqardi. Alloh taolo aytadi: "Kazzabat Samudul mursalin." Samud mursalinlarni, o'tganlarni hammasini payg'ambarlarni yolg'onga chiqardi. "Iz qala lahum akhuhum Solih ala tattaqun." Qachon yolg'onga chiqardi? Solih alayhisalom kelib, Allohdan qo'rqmaysizlarmi degan vaqtda yolg'on, hammasi yolg'on deydi. "Inni lakum rasuluna amin." Men sizlarga amin, ishonishlik payg'ambarman. Yolg'on gapirmayman. "Fattaqulloh va ati'un." Allohdan qo'rqinglar, menga itoat etinglar.
Va ma as'alukum alayhi min ajr. Men sizlardan da'vat qilayotganimda da'vatimga ajr avval payg'ambarlar ham aytgan uni. Ajr so'ramayapman. Mening ajrim Allohning zimmasiga. At-tutrakuna fi ma hahuna aminin. Odamlarga qarab aytayapti, qavmga. Qaranglarchi. Sizlar mana shu joylarda, mangu yashab qolamiz deb o'ylayapsizlarmi? Ya'ni o'lmaysizlarmi sizlar shunda? Qasr quryapsizlar. Tog'larni o'yib, naqshlab qasrlarni quryapsizlar. Payg'ambarni yolg'on deyapsizlar. Shunda o'lmaysizlarmi sizlar? Fi jannatin va uyun, shu chashmagohlar va jannat bog'larining ichida yashab o'tib ketaveramiz. Tugamaydi bu deyapsizlarmi? Va zuru'in va nakhlin tal'uha hazim. Navdalari juda ham muloyim bo'lgan hurmolar va ekinzorlarning oralarida yuraveramiz deysizlarmi? Va tanhituna minal jibali buyuta farihin. Va sizlar juda mohirlik bilan tog'larni o'yib, naqshlar solib, kuninglarni o'tkazib yuraverasizlarmi? Subhanalloh. Solih alayhissalomning da'vatlari xuddi yuqorida Ad qabilasiga Hud alayhissalom qilganga o'xshab, xuddi bizga aytayotganday bo'laveradi. Dalada ekiningni ekib yuraverasanmi? Uyingni buzib uy solib yuraverasanmi? Saroyingni buzib saroy solib yuraverasanmi? Xuddi o'lmayman deyapsanmi? Dadang qayerga ketganini qaramaysanmi? Deganga o'xshab ketib boryapti-da. Subhanalloh. Fattaqulloh va ati'un. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat etinglar deyapti Solih alayhisalom. Va la tuti'u amral musrifin. Musriflarning, isrof etuvchilarning haddidan oshgandan keyin odam isrof qiladi. Kambag'al isrof qiladimi? Kambag'al haddidan oshamaydi deb bechora. Keyin desa kim topmaydi. Boyigandan keyin o'zi kim ekanini tanimay qo'ygandan keyin Allohni tanimay qo'yadi. Kecha kim eding sen? Onangni qarnidan chiqqan, otangni push kamaridan chiqqan bir suv eding. Onani qarniga tushding, giring bo'lding, qonga aylanding, lahta bo'lding, go'sht bo'lding, dunyoga kelding. Yana eng aytib bo'lmaydigan joydan chiqib dunyoga kelib turib, bugun endi o'zing kim ekaningni unutib turib, takabburlik qilding. Va o'zingni ham tanimading, keyin yaratgan zot Allohni ham tanimay qo'yding. Allohni ham tanimay qo'yding. Ana o'sha musriflarning ishiga itoat qilmang, shularga ergashmang. Allazina yufsiduna fil ard va la yuslihun. Ular yerda buzuqlik qilishadilar, yerni isloh qilmaydi ular dedi. U doimo yerda buzuqlik qilishlik, birovning mulkini tortib olish, birovga zulm qilishlik, birovning haqqini yeyishlik o'shalarda ko'p bo'ladi. Va ular yerni isloh qilmaydi. Biz Solih alayhissalomni shu aytgan Shuara surasining 152-oyatlarida aytilgan hozirgi da'vatidagi olinadigan ba'zi bir oyatlarning foydalariga to'xtaymiz. Birinchisi, Solih alayhissalom Samud qavmi deyapti Alloh taolo. Samud qabilasi o'tgan payg'ambarlarning hammasini yolg'onga chiqardi. Kazzabat Samud al-mursalin. Samud o'tgan payg'ambarlarning hammasini yolg'onga chiqardi deyapti. Ular haqiqatan ham Hudni, Nuhni, Odamni, Idrisni yolg'onga chiqarganmidi yoki bo'lmasa faqat Solihni yolg'onga chiqardimi? Ular faqat Solihni yolg'onga chiqargan edi. Ular avvalgi payg'ambar Hud alayhisalomni haqiqiy payg'ambar ekanini iymon keltirgan, Nuhni iymon keltirgan, tufon bilan o'lganligi, Allohning azobi kelganligini bilishgan edi ular. Faqat Solihni payg'ambarni yolg'onga chiqardi. Payg'ambarlarni birini yolg'onga chiqarsangiz, hammasini yolg'onga chiqargan bo'laverasiz. Ko'rdingizmi? Shuning uchun ular nima uchun xristianlar Isoga iymon keltiradi, Muhammad alayhisalomga iymon keltirmaganligidan kofir. Chunki ular hamma payg'ambarni yolg'onga chiqardi deyilaveradi. Shu biz aytamizki, hamma payg'ambarlar haq. Hamma payg'ambarlarga iymon keltirganmiz. La nufarriqu bayna ahadin min rusul. Biz payg'ambarlarni birontasini ajratmaymiz. Hammasiga iymon keltirdi. Shuning uchun Alloh taolo ular hammasini nima qildi? Yolg'onga chiqardi degani sababi shu. Fattaqulloh va ati'un. Allohdan qo'rqinglar va menga itoat etinglar deyapti. Allohdan qo'rqsang, menga ergash. Ota-bobam bunday qilmagan edi. Bizni udumimizda bunday narsa yo'q edi. Bizi vaqtimizda buni ko'tararmikin xalq? Bu qanday bo'lar ekan? Bu shu arablarda bo'lsa kerak bu narsalar, bizga durust emas. Dema. Ya bo'lmasa atanhana an na'budu
Ma ya'budu abauna, atalarimiz ibodat qilgan narsani qanday tashlaymiz biz? Ular qilib o'tdi-yu shunga degan narsani aytmagin. Sen Allohdan qo'rq va menga itoat et deyapti Solih alayhisalom. Allohdan qo'rqgin va menga itoat et. Va ma as'alukum alayhi min ajr. Uchinchisi, men sizlardan ajr, mukofot, maosh so'ramayapman. Mening ajrim Allohning zimmasiga dedi. Bu haqda juda ko'p gapirdik-a. Avvalgi payg'ambarlar ham shu gapni aytishgan. Lekin bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Bu dinni Alloh taolo, bu hidoyatni kimni qalbiga Alloh hidoyat solgan bo'lsa, Alloh yaxshi ko'rgan kishigina shu dinni o'rganadi. Hidoyatni Alloh taolo qalbiga hidoyat solib, muhabbat solgan bo'lsa, shu dinni o'rganadi shu odam. Hamma odam dinni o'rganavermaydi. Hamma odam o'rganavermaydi bu dinni. Ya hamma odam darslarga kelib qatnashavermaydi. Ha? Agar chandiki bu dinni tekinga tarqatib turgan bo'lsa ham, tekinga bolalaringizni o'qitamiz, beringlar desa, 10 bola zo'rg'a keladi. Tekinga. Pul to'lab, bir narsalar qilib, bir o'qishlarga olib borib kirgizasiz. Yiliga 300 ming, 400 minglab pul to'laysiz. O'qishlarga kirgizasiz. Lekin tekin Qur'on o'rgataman desa, 10 bola zo'rg'a keladi. Uni ham ota-onasi so'ramaydi, qayerda ketganini ham so'ramaydi. Keyin nima qilyapti? Yatog'i bormi buni? Ichari yeri bormi buni deb so'ramaydi birov. Tekinga din o'rgatamiz desa, 100 odam zo'rg'a keladi darsga. Keyingi darsda qayerda chipta sotib turib, bilet sotib 50 tangadan ya 100 tangadan darsimiz deydigan bo'lsak, odam kelmaydi. Pulli ekan deydi. Ko'chaga qarasangiz, ayerda shaytonni bazmi bo'layotgan nimalarga chiptalar sotyapti. 1,5 ming, 2 mingdan odam to'la o'tiribdi. 1000, 2000 odam o'tiribdi. Masaravozlarni tomosha qilishga. Dinni, haq dinni o'rganishga kelolmaydi. Ma as'alukum alayhi min ajr. Tekindan tekin tarqatyapmiz. Ajr olmayapman, maosh olmayapman deydi Solih alayhisalom. Mening savob Allohga, zimmasiga. Subhanalloh. Va la tuti'u amral musrifin alladhina yufsiduna fil ardi va la yuslihun. Musriflarning amriga, ishiga itoat qilmang. Ular yerda buzg'unchilik qiladi va ular isloh qilmaydi deydi. Solih alayhisalom shu gapni aytgandan keyin boylar bu qattiq ularga tegdi. Kattalar yerda buzg'unchilik qilyapganlari. Albatta bu yerda buzg'unchilik qilib turganlari, bularga bu gap og'ir tegdi. Itoat qilmang ularga deb Solih alayhisalom ochiqdan ochiq aytdi. Menga itoat eting degan gap kelib tegdi. Endi nima qilish kerak? Endi ora uzilay deyapti. Solih alayhisalom o'ziga odam chaqiryapti. Ana ulardan to'xtanglar deyapti. Uzilinglar dedi. Kayfu safo qilib yurgan buzuq kimsalar Solih alayhisalomdan odamlarni endi to'sa boshladi. Demak, endi Solihdan to'smasak bo'lmaydi odamlarni. O'ziga odam menga itoat et deyapti, bular bilan yurmanglar deyapti. Endi undan odam nima qilishimiz, to'sishimiz kerak. Birinchi aytgan so'zlari Solihdan to'sishlik uchun kazzob, yolg'onchi degan gapni tarqatishdi. Yolg'onchi. Alloh taolo aytibdi: "Faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu." Aytdiki, ichimizda kecha yurgan bir odamga, bir inson, shunga ergashamizmi? Payg'ambar qana? Payg'ambar ham shu bo'ladimi? Qanday bunga ergashamiz? Kecha o'zimizning ichimizda yurgan, birga o'sdik, birga o'ynadik, to'polon qildik. Bugun endi shu Solihga ergashamizmi? Inna idan lafi zalalin wa su'ur. Agar biz unga ergashadigan bo'lsak, ochiq zalolatda va jinnilikda bo'lamiz biz dedi. Ya'ni ahmoqlik bu deyapti. Aulqiya zikr alayhi min baynina. Bizni oramizda endi kelib shu vahiy Solihga kelib tushibdimi? Uni kim bilib o'tiribdi unga tushganini? Bal huwa kazzabun ashir. U juda haddidan oshib ketgan yolg'onchi kazzob deydi. Kecha kuni qavmida eng ishonarli odam deb turgan odamni bugun nima deyapti? Kazzabun ashir deydi. Eng yolg'onchi, eng haddidan oshgan yolg'onchi deyapti. Haqni aytmay turgan vaqtingizda xalqqa yaqib turasiz-da. Qaysi domla yaxshi, paloncha domla yaxshi deydi. Nimaga desa, u aytayotganda yurasiz xalq bilan birga. Haqni aytgan vaqtingizda kazzabun ashir bo'lasizda. Haddidan oshib ketgan yolg'onchi bo'lasiz. Yomon domla bo'lasiz. Solih alayhisalomga o'xshab.
Shuning uchun haq tug'ganingga yoqmaydi deyishganday deydi, haqni aytgan domla xalqqa yoqmaydi deb qo'yishar ekan. Chunki u odam birovning ribo yeyotgan bo'lsa, ribosini harom deydi. Birovning aroq do'koni bo'lsa, aroq harom deydi. To'g'ri narsani aytgandan keyin yoqmaydi. Va qalu aydan qalu innama anta minal musahharin. Solihga qarab aytdik, sen sehrlanib qolib, keyin sehr senga ta'sir qilib, jinni bo'lib qolgan bo'lsang kerak deydi. Sehr senga ta'sir qilib, shu jinni bo'lgan bo'lsang kerak deydi. Solih alayhissalomni qavmi sekin Solihni masxara qila boshladi va Solihga iymon keltirganlarni masxara qila boshladi. Ustidan kula boshladi. O'tirgan Solih alayhissalomga iymon keltirgan bir jamoat o'tirgan edi. Sekin kelishdi. Sizlar Solihga iymon keltirgansizlar deydi. Deganida ha biz Solihga iymon keltirganmiz dedi. Ular aytdiki qalallazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun. Kibrlanganlar deyapti. Hali aytgan kibrlanganlar, mutakabbir. Aytdi iymon keltirganlarga qarab, sizlar iymon keltirgan kishiga biz kofirmiz deydi. Ochiqdan ochiq masxaralashlik bu. O'tirganlarni mangsimasdan, nazarga ilmasdan sizlar iymon keltirishmi? Biz unga kofirmiz dedi. Subhanalloh. Payg'ambarga ochiq kofirmiz deb og'zidan hujjat, dalil o'zlariga dalil qoyim qilyapti. Va Solih alayhissalomga nimaiki o'zlarinida uchragan balo kulfatni hammasini Solihga boshiga yopishdi. Qanday? Nimaiki musibat kelsa, balo kelsa aytishadiki, shu Solih keldi bizga balo keldi deyishadi. Solih payg'ambarman deydi, bizga mana balo keldi. Birov o'lib qolsa ham mana Solih keldi, o'sha o'ldi. Birov og'rib qolsa ham Solih shu bizdan ketmasa shu tuzalmaydi deyaveradigan bo'ldi. Shum gumon, shum takalik, yomon gumon, yomon o'yin hammasini Solih keldi. Qalut tayyarna bik. Qalu Qalut tayyarna bika va biman ma'ak. Qalu ta'irukum indalloh bal antum qawmun tuftanun. Bizlarni boshimizga kelayotgan balolar sen va senga iymon keltirgan, sen bilan birga bo'lganlarning shum qadamligidan deb bilamiz deydi. Sen va senga iymon keltirganlarga shum qadam ekansizlar. Qadaminglar o'zi yaxshi emas ekan sizlarning. Shu sizlar kedinglar, sizlar iymon biz nima balo kelsa sizlardan kelyapti deydi. Alloh taolo shunday deyapti Qur'onda. Shunda Solih alayhisalom aytdi: "Qala ta'irukum indalloh." Nima balo bo'lsa dedi, o'zinglar sababli dedi. Nima baloki bo'lsa dedi, boshingizga tushgan balo Alloh huzuridan kelyapti sizlarga. Allohning huzuridan, balki sizlar hozir imtihon qilinayotgan qavmsizlar. Payg'ambarga ergashadimi, yo'qmi? Imtihonda turibsizlar dedi. Shum qadamlik, shum takalik, tashaum, gumon, yomon gumonlar, yomon o'ylashlik. Mana bunga to'xtaymiz. Qalut tayyarna. Biz sendan yomon o'ydamiz deydi. Tayyarna, at-tatayyurga to'xtaymiz. At-tatayyurni shariatdagi hukmi. Tatayyur degani arablarda bir fe'l, bir ish bor ekan. Bu shunday bir joyga safarga chiqmoqchi bo'lsa, sekin ko'chaga chiqar ekan. Bunday qaraydi. Bir qushni topib oladi-da, sekin kelar ekanda qushni uchirar ekan. Qushni uchiradi. Qush 10 tarafga qarab uchib ketsa, juda yaxshi. O'ngidan keladi, ishlar o'ngidan. Bemalol chiqamiz deb chiqib ketar ekan. Qush chap tarafga qarab uchib ketsa, astag'firulloh, chiqishga bo'lmaydi deb qaytib ketar ekan. Kulyapmiz, hozir bu narsa bizda bor. Bizda bor, lekin kulgili bo'lib ko'rinyapti-ya. Mana shuni tatayyur degan. Yaxshilik ham Allohdan, yomonlik ham Allohdan, tavakkal bismillah deyish yo'q bo'lgan. Nima degan? Qush uchib ketsa yaxshi, o'ng tarafdan chap tarafga ushlatish yomonlik kelar ekan deb shu narsaga bog'lashgan bular. Buni tatayyur degan. Tatayyur shu qush degan ma'noda. Buni yana bir ma'no tashaum, yomon o'yga borish degan. Tatayyur va tashaum bir ma'no ikkisi. Tashaum deydi, yomon o'yga borish. Tashaum degani 3 xil bo'ladi deydi. Yomon o'yga borish. Biri ko'rib turgan narsasidan yomon gumon, yomon o'y qilaveradi. Ko'rayotgan narsa. Misol uchun bir odam bir qushni ko'radi-da, hali aytganimizda chapga uchsa, yomon gumonga ketib qoladi. Bir odam ketib boryapsa, oldidan qora mishiq yugurib o'tib ketsa, bo'ldi, hali odam yomon gumon.
endi deydi ish bari chapasiga ketadi deydi. Endi deydi bu yo'ldan o'tishga bo'lmaydi deydi. Endi aylanib o'tish kerak ularning aqidasida. Aylanib o'tay desa yo'llar hali hamma yoq imorat tushib ketgan. Iloji yo'q, aylanib o'tay desa. Endi nima qilishadi yana buni? Yomon o'ylarini o'zlaricha 7 qadam orqaga yurib olsang deydi, hech narsa qilmas ekan deydi. 7 qadam orqaga yurgandan keyin bosib o'tib ketaveradi. Xuddi haligi narsa endi bo'ldi. Qarang qanday xurofotlar. Qanchalik zaiflik, aqlsizlik, ha? Ana shunga o'xshagan. Tashaum yana yomon gumonlar nimada bo'ladi deydi? Eshitayotgan narsalarda odam yomon gumon qiladi deydi. Masalan, ba'zi qushlarning ovozini eshitadi aytadi, bu qush deydi, yaxshi xosiyati yo'q qush deydi. Bu qushni deydi, bizni nimamizda sayramasin, tez uchirib yubor deydi. Tomga kelib sayrasa deydi, birov o'lar ekan deydi. Yo bo'lmasa bir baxtsizlik olib kelar ekan. Bu qush ovozini eshitdimi, bo'ldi, qo'rqaveradi haligidan. Qushni ovoz, Alloh taolo shunga bir qushga shunaqa ovoz berdi bechoraga. Ha, bulbulga go'zal bir ovoz berdi. Ha, u sayraydi. Ha, endi bu bechoraga bergan ovoz nima qilib beradi bizga? Ana shu bu eshitgan narsadan tashavvum qilish, yomon o'ylash. Ma'lum narsalardan tashavvum qilish, ya'ni belgilab qo'yilgan ma'lum narsalar bor. Misol uchun kunlardan, yillar, ayyomlar. Birovlar aytadi, falon kuni deydi, falon ovqatni yeyishga bo'lmas ekan deydi. Ayniqsa bu taviflarda bo'ladi. Har kuniga ovqatlar. Dushanba kuni surgurish yeydi. Seshanba, chorshanba, dushanba. Seshanba kuni palov yeydi. Chorshanba kuni chorva ichadi. Yo'q, u o'shani qilmasa bo'lmaydi. Nima og'rib qolaman deb qo'rqadi. Yo bo'lmasa shuni qilish, shunday belgilab qo'ygan narsalar yoki bo'lmasa safar oyida to'y qilishga bo'lmas ekan, yo nikoh qilishga bo'lmas ekan deydi. Ya safar oyida shunga o'xshagan belgilab qo'ygan kunlardan yomon o'y, yomon gumonlarga borishliklar bo'ladi. Bu narsa at-tayyara va at-tashaum shariatdagi hukmi harom, shariatda hukmi harom. Chunki u Allohga bo'lgan tavakkulni insonni yo'qotadi. Allohga tavakkal qildim, hamma narsa Allohga suyandim degan narsani yo'qotadi va Allohdan boshqasiga suyanadi. Yaxshilik, yomonlik Allohdan boshqasi olib keladi degan narsaga suyanib qoladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abi Hurayra radhiyallohu anhu dan kelgan hadisda aytadi: "La adwa va la tiyarata va la hamma va la safar" dedi. Payg'ambar alayhisalom aytdi: "La adwa" kasal dedi, birovga yo'qib o'tmaydi dedi. Birovga yo'qib o'tmaydi kasal. Mana shunga to'xtaymiz hozir. Kasal adwa kasalning birovga yo'qishligi. Shariatimizda biz qanday e'tiqod qilamiz? Kasal yo'qadimi? Kasal yo'qmaydimi? Shariatda. Ha? Payg'ambar alayhisalom kasal yo'qmaydi dedi. Kasal yo'qadi Allohning izni bilan dedi. Bizning e'tiqodimiz shunday. Kasal yo'qishligi shariatda bor. Kasalning yo'qishligi shariat. Lekin kasal o'z-o'zidan yo'qmaydi. Allohning izni bilan yo'qadi. Alloh izn berganda shu kasal yo'qadi. Alloh izn bermasa yo'qmaydi. Lekin biz Alloh izn bersa yo'qadi, bo'lmasa yo'q ekan deb turib, kasallarni borib, kasal narsalarni ushlashlik, kasal yo'qadigan yo'qimli kasallarga yopishlik mumkin emas. Alloh taoloni imtihon qilib. Biz uni sababini qilib o'sha narsadan chetlanishimiz kerak. Mana Payg'ambar alayhisolatu vasallam la yurad mumridun ala musih dedi. Mumrid kasal tuyalarga qarayotgan odam dedi. Boshqa bir sog' tuyalarga qarab yurgan odam bilan borib ko'rishmasin dedi. Ana uni kasali managa o'tadi deyapti. Odamini aytayapti, hali tuyasini aytmayapti. Odamning ustidan kelib haligi o'tishi mumkin deyapti. Kasal tuyaga qarayotgan odam, sog' tuyaga qarab yurgan odamga kelib ko'rishmasin dedi. Bu o'tishligi, kasalning o'tishligi. Ikkinchidan aytdiki Payg'ambar alayhisolatu vasallam firra minal majzumi firaraka minal asad. Majzum juda ham o'timlik, yo'qimlik, juda tez yo'qadigan kasali bor odamni ko'rganda dedi. Undan sherni ko'rganda qochgandaka qochgin dedi. Ya'ni tez ket uni oldidan. Yo'qishi mumkin, ehtimol u. Shunday dedi. Demak, bizning aqidamiz, e'tiqodimiz Payg'ambar alayhisalom kasal yo'qmaydi degani, kasal o'z-o'zidan yo'qmaydi. Kasal yo'qadi degani Alloh izn bergan vaqtda yo'qadi. Tushunarlimi? Kasal o'z-o'zidan yo'qmaydi. Alloh taolo izn berganda yo'qadi. Biz shundan saqlanishlik uchun ehtiyotlik chora sabablarini ushlashga buyurilganmiz. Ehtiyotlik chora sabablarini ushlashga buyurilganmiz. Xuddi bir odam nima qiladi? Dori ichadi. Shu dori uni tuzatadimi? Alloh shifo beradimi? Alloh shifo beradi, lekin sababini qilib dorini ichishga shariat bizni buyurgan. Yo'q, Alloh shifo beradi, yotaveraman deb yotgan odam Allohning oldida javob beradi o'lib qolsa. Sababini qilmaganligi uchun. Shu sababini qilishga nima qilingan? Buyurilgan ekanmiz. Wala hamma degani haligi aytganimizda ba'zi bir qushlarning boyg'iz deydimi
shunga o'xshagan qushlarning ovozlarini eshitgan vaqtida bu yaxshi xususiyat yo'q bu qushni deb turib shundan tashavvum qiladi. Nimaga mening uyimga kelib bu sayrab qoldi ekan deb tashavvum qiladi. Ya'ni yomon o'yga boradi. Wala safar. Safar bu oy, safar oyi. Mana shu oyda nikoh qilishlikda xosatan shu oyda nikohlar yaxshi bo'lmaydi. Kim nikohlansa shunda ajrashib ketadi, yo boshqa bo'ladi. Shu oydagi nikoh yaxshi emas deb turib, safar oyida nikoh qilmas ekan. Mana shu narsalar durust emas. Bu hammasi Allohga bo'lgan tavakkulni uzyapti. Hamma narsani shunga bog'lab qo'yapti dedi. Zukirati tiyaratu inda Rasulillah. Payg'ambar alayhisolamning huzurida bir kuni shu haqda suhbat bo'lib qoldi. Xuddi shu mavzuda biz aytayotgan suhbatlashayotgan mavzuda suhbat bo'ldi. Shunda payg'ambar alayhisolam aytdiki, ahsanuhal fa'al dedi. Yaxshisi dedi. Fa'al dedi. Fa'al nima? Aytadi-ya, polga ishonma, polsiz yurma deydi. Polga ishonma, polsiz yurma deb qo'yishadimi? Pal degani o'zi polsiz yurma degani, tavhidsiz yurma degani emas. Polsiz yurma, palsiz degani yaxshi o'y, yaxshi gumonga yo'yishlik. Doim inson har narsani yaxshi gumonga yo'yishlik kerak. Doim oldidan bir narsa o'tsa bu yomon narsa olib keladi. Bu yomon narsa, yomon xususiyat deyavermasdan inson yaxshi gumonga yo'yishlik. Wala turaddu musliman an hajatihi. Tiyara dedi, yomon o'y, yomon narsa insonni o'zini hojatidan to'sib qo'ymaslik kerak. Hali aytganday, qushni uchirib ko'rib chapga uchib ketadigan bo'lsa, demak xosiyati yo'q ekan, bu safarni bunga chiqishlik mumkin emas deb safardan qolib ketishligi mumkin emas. Uni hojatidan to'sib qo'ymasin. Idza ra'a ahadukum ma yakrah, bir odam o'zi yaxshi ko'rmaydigan narsani ko'rib qolsa, yo'lda, boshqa narsada bir shunaqa u odam nima desin? Yomon gumonga ketmasdan mana shuni Allohumma la yati bil hasanati illa an. Ey Alloh, yaxshiliklarni faqat sen olib kelasan va yomonliklarni faqat sen qaytarasan. Shunday desin. Yaxshilik ham Allohdan kelishligini, yomonlikni Alloh taolo qaytarishligi. Falon narsa bo'lgan edi, shunga qaramasdan chiqib ketdimi? Shunda to'xtasam bo'lar ekan deb qolmas kerak odam. Shuning uchun mana shu duo aytish kerakki, ey Alloh, yaxshiliklarni sen olib kelasan, yomonliklarni sen qaytarasan va la havla va la quvvata illa bik, har qanday kuch-quvvat sen bilan, sen sababli, sen berasan degan narsani aytib, tavakkal qilib ishini boshlab ketishligi kerak ekan. Bu yerda inson doim ishi yurishmay qolsa, har narsadan shumlanadi. Misol ishi yurishmayotgan odam har narsadan shumlanib ko'radi. Aytadi, birov unday qilib qo'ydimikan, birov bunday qilib qo'ydimikan, ishim yurishmayapti. Keyin nima qilishadi? Yugurib kelib dam soldirishadi-ya. Ish yurishmadi deb. Endi biz xosatan o'shanday masalada bizga murojaat qilmaslik uchun duo o'rgatamiz. Ishim yurishmadi degan masalada bizga murojaat qilmaydi-da odamlar. Duoni so'raymiz keyin. Shu duoni aytasizmi yo'qmi deb turib. O'sha duoni aytishlik kerak. Qiyinlashganda, ishlaringiz qiyinlashib, yurishmasdan hammasi orqaga ketayotgan vaqtida siz qaysi duoni aytasiz? Duo man istas'aba alayhi amr deydi. Ish og'irlashib ketgan vaqtda o'qiladigan duo. Qaysi duoni aytasiz? Shu duoni aytamiz, yodlaysizlar. Keyingisida shuni so'raymiz. O'sha duoni. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahla va anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Allohim, yengillik yo'q. Qaysi narsani sen yengil qilgan bo'lsang, shu yengil bo'laveradi. Allohga bo'lgan iymon, to'liq iymon. Ishlaringizga shunday qiyinlashib orqaga ketib boryapti. Shunda aytasizki, nimani Alloh yengil qilsa, shu yengil bo'laveradi. Uni hech kim og'ir qila olmaydi. Va sen xafalikni, qayg'u, g'amni xohlasang yengillikka aylantirib yuborasan. Qancha ish orqaga ketsa, Alloh xohlasa o'girib teskarisini qilib qo'yadi. Mana shu duo. Ish og'irlashgan, qiyinlashgan odamlar shu duoni o'qiydi. Buni albatta yodlab oling. Doim kunda o'qib yurishingiz kerak. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahla va anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Shu duoni inshaalloh yodlaysizlar. Shuningdek, ba'zi odamlar bor. Tushida ko'rsa, bir tush ko'rsa bo'ldi, qo'rqaveradi tushdan. Men tush ko'rgan edim deydi. Bo'ldi deydi. O'sha tush aniq keladi. Bir narsa bo'laman deydi-da. Nimaga? O ko'rib qo'yganman men tushni deydi. Oylab qo'rqib yuradi. Hali tush bo'lmayapti, ko'rib qo'ygan tush. Tushida birov kelib bo'g'yapti, birov pulini olyapti, birov uyini yoqyapti. Bo'ldi, bu uyini atrofida aylanib yuraveradi.
tushda ko'rganman uyni birov yaqayotganligini deb. Yomon o'y, yomon gumonga kelib olgan tashaum. Ana shunday odamlarga ham aytamizki, duo. Shungizda qo'rqdingiz. Qattiq bir narsa, qalbingiz haligi xotirjam bo'lmayapti. Qalbingizda bayog'i behuzurlik qalbingizda. Shunday uyqudan qo'rqib bir uyg'onib yomon bir narsa ko'rdingiz. Bitta duo ayting bo'ldi, yetadi. Bitta duo. Bemalol xotirjam yuravering. Bitta duodan keyin. Shu duoni ham so'raymiz keyingi darsda. A'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdurun. A'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdurun. Shu duoni aytasiz. Alloh taoloning to'liq kalimalari bilan panoh so'rayman, Allohdan panoh so'rayman. Allohning g'azabidan, Allohning jazosidan, nimaiki bo'lsa bizga kelgan yomonlik Alloh tarafidan jazo bo'lib bizga keladi. Nimaiki yaxshilik Alloh tarafidan bizga nima bo'lib keladi? Ajr bo'lib boshqa bo'lib keladi. Shuning uchun yaxshilik, yomonlik Allohdan deb bilamiz biz. Demak, Allohning g'azabidan panoh so'rasangiz, iqobidan panoh so'rasangiz va bandalarning yomonligidan, hamma bandalarning yomonligidan panoh so'rayman deydi. Maxluq nimaiki yomonligidan bo'ldi, endi sizga panoh so'rab qo'ydingiz. Nima kelib sizga ziyon yetkazishi mumkin? Hech narsa ziyon yetkaza olmaydi. Va shaytonning vasvasa, faqat bu shayton vasvasa qilishi mumkin sizni. Yomon gumon, yomon o'yga kelib, Allohni unuttirishga harakat qilyapti sizni qalbingizni vasvasa qilib. Sen shunaqa bo'lasan, sen qo'rq deb sizni qo'rqityapti. Undan ham panoh tiladingiz. Shaytonning vasvasasidan, qalbimda vasvasa qilishlikdan panoh so'rayman, ey Alloh dedingiz. Bu hech narsa qolmadi. Ko'rdingizmi? Bu duoni ham inshaalloh keyingi darsimizda so'raymiz. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Ibn Amr rivoyat qilgan hadisda man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad ashraka, kimni tiyara, ya'ni yomon narsaga yo'yib turib shu hojatidan to'sgan bo'lsa, shu narsani qilmagan bo'lsa, bu odam shirk keltiribdi dedi. Shirk shunchalik narsaki, bitta narsani yomon gumon qilib ketayotdingiz, oldingizdan hali aytganimizda bir qora it o'tib ketdi va bu yo'ldan yurishga bo'lmaydi, boshqa yo'lga yurdingizmi? Shirk keltirdingiz. Bir Allohdan qo'rqishning o'rniga shundan qo'rqdingiz, maxluqdan, ziyon yetkazishligidan. Solih alayhisalomning qissasiga qaytamiz. Solih alayhisalomning qissasi. Nima uchun buni aytdik? Qavmi Solihga aytgan edi: "Ey Solih, sendan yomon hamma kelayotgan balo sen sababli shunaqa gumondamiz, o'ydamiz, yomon o'y" deganligi uchun aytdik shuni. Tatayyurni. Solih alayhisalom qissasiga qaytamiz. Bada Solih alayhisalomning qavmi Solihni ustidan kula boshlashdi. Endi payg'ambarni yolg'on dedi, jinni dedi, boshqa dedi, hamma balo sendan dedi. Endi oxiri ustidan kulish qoldi. Bo'ldi. Ustidan kulmoqchi. Va payg'ambar haqiqiy sodiq payg'ambar bo'lsang bizga bir mo'jiza keltirchi deb mo'jiza so'rashdi. Ma anta illa basharun mislana fati bi aya in kunta minas sodiqin. Sen bizga o'xshagan bir odamsan dedi. Nima uchun senga iymon keltiramiz? Nima ortiqliging bor? Qani agar sen sodiq payg'ambar bo'lsang, bitta narsa ortiq qilib ber bizga. Bir mo'jiza ko'rsat bizga dedi. Biz qila olmaydigan, insonning qo'lidan kelmaydigan bir ish ko'rsat. Payg'ambar bo'lsang, haqiqiy payg'ambar bo'lsang deb shuni so'radi Solih alayhisalomdan. Mufassirlar aytadi, Solihning qavmi Samud qabilasi o'tirgan joyga Solih alayhisalom kelib da'vat qilmoqchi bo'lib keldi. Shunday kelishiga Solih alayhisalom endi da'vatini boshlagan edi. Bittasi shunday qilib, "Ey Solih" dedi. "To'xta. Ustidan kulyapti. Sen da'vat qilaverib bizni quloqlarimizni og'ritib tashlading. Men shu tosh mana katta tosh dedi. Men shu toshni yorib ichidan tuya chiqarsang iymon keltiramiz, da'vating ishoni. Bo'lmasa da'vat qilma" dedi. Shu toshni dedi, kulish, hammasi qahqaha qilib kuldi. Haligining gapidan keyin hammasi qahqaha qilib kuldi. Aytishdiki, "Ey Solih" dedi. "Biz sendan" dedi, "erta indin ya boshqa bir toshning ichidan bir tuya chiqib yetaklab kelsang iymon keltirmaymiz" dedi. Bizning shartimiz mana shu o'tirgan ko'zimiz bilan qarab turamiz, tuyani chiqayotganligini biz ko'zimiz bilan ko'rib turishimiz kerak dedi. Deganidan keyin hammasi kulishib, juda bopladingiz Solihni, juda ikkinchi marta kelmaydigan qilvardingiz deydi. Ikkinchi marta kelmaydigan qilvardingiz, bopladingiz deb turgan edi. Bir aytdiki, "Ey Solih" dedi. "Bu tuya" dedi, "sen hali chiqaradigan tuyangchi" deyapti. "Shu tuyang
chiqayotgan vaqtida qornida 10 oylik bolasi ham bo'lsin deganida hammasi qaqqa otib kuldi. Qornida 10 oylik bolasi ham bo'lsin deydi. Kofirlar. Ko'rdingizmi qanchalik kufr, inot, o'jarlik insonni qalbini qora zanga aylantirib yuborganda shunaqa gaplar chiqaveradi. Shundan keyin uchinchisi turib aytdiki, hamma endi gapdan qolmash kerak. Bitta gapni ham shu narsadan ehtiyot bo'ling. Bir joyda yig'inda o'tirganingizda qizishib ketasiz. Birovlar qizishib borib dinni masxara qilib yuborgan vaqtda qo'shilib qaqqa otib kulmang. Shular bilan birga bo'lasiz. Birovlar bir masxara qilishlikka boshqa narsa topolmaganligidan dinni yo domlani yo bir ilmni yoki bo'lmasa birovning soqolini yo bo'lmasa birovning yurishini masxara qilganda qo'shilib kulmang. Solihning qavmi masxara qildi, bittasi hammasi qo'shilib kulyapti. Ana shunda yana bittasi turdida aytdiki, shu tuyani rangi dedi qizil bo'lsin, boshqachasi bo'lsa oq chiqsa ham biz iymon keltirmaymiz deyapti. Qarang, subhanalloh. Tosh yorilib ichidan tuya chiqsa-yu, agar qizil bo'lmasa iymon keltirmaymiz deyapti. Shu bir tug'adigan molingizni ichidan chiqadigani bunaqa desa ham aytib bera olmaysiz qanaqasini tug'ishini. Tayyor homilador molni ichidan chiqadigan bolasini rangini aytib bera olmaysiz. O'zingizni, ayolingizni chiqadigan farzandingizni rangi qanaqa bo'lishini bilmaysiz. Shuni aytyapti. Qizil bo'lsin. To'rtinchisi turib, shu tuyani dedi, junlari bir qarishdan uzunroq bo'lsin dedi. Subhanalloh. Kuldi, hammasi qaqaha atib kuldi. Solihni bopladik deydi. Raza bopladik solihni deyib kulishdi. Va yana bittasi aytdiki, shunaqa katta bo'lsin tuya dedi. Shunaqa biz hayotimizda ko'rmagan katta tuya. Toshni ichidan shunaqasini so'rashyapti. Shunaqa tuya bo'lsin, biz hayotimizda ko'rmagan tuya. Bir kun biz ichadigan buloqdagi suvni to'xtatmay bir kun u ichsin dedi. Qarang, subhanalloh. Masxara qilyapti. Bir kun ichsin, mayli biz indamaymiz. Ertasiga biz ichamiz dedi. Hammasi qaqqa otib kulishdi. Shunday qilib turgan vaqtida Alloh taolo Solihga vahiy qildi. Solih alayhisalomga vahiy qildi. Inna mursilun naqata fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Wa nabbihum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar. Alloh taolo aytibdiki, biz vahiy qilyapti Solihga. Biz tuyani chiqaramiz dedi. Biz tuyani ularga fitna qilib chiqaramiz, fitna qilib. Siz kutib turing, sabr qilib turing. Xabar bering ularga. Hozir aytdi so'z. Bir kun tuya ichsin suvni, bir kun biz ichamiz. Aytib qo'ying ularga hozirdan. Suv ularning orasida navbatma-navbat bo'ladi. Bir kun tuya ichadi, bir kun ular ichadi dedi. Va har biri o'zi ichadigan kun navbatida kelib ichadi. Birinikini biri ichmaydi dedi. Subhanalloh. Bir kun tuya o'zini navbatini biladi. Alloh taolo shunday chiqardi. O'zini navbat kuni kelib ichadi, ikkinchi kun kelmaydi tuya. Birov haydab ham kelmaydi uni. Va ertasiga sizlar ichasizlar. Alloh taolo shunday dedi. Qamar surasining 25-oyatda. Solih alayhisalom aytdiki, shu mo'jizani Allohdan so'rasam, Alloh bersa, iymon keltirasizlarmi dedi. Haligilar kulishib, haqiqatan jinni bo'lib qoldi. So'ra, iymon keltiramiz, so'ra dedi. Olib shu mo'jizani iymon keltiramiz dedi. Aytdiki, odamlarni jamlanglar. Hamma ko'rsin. Hamma odam jamlashdi. Shunda Alloh taologa Solih alayhisalom duo qildi. Duo qilgan vaqtlarda yer larzaga kelib, silkinib, tosh yorilib, o'rtasidan katta hayotida ko'rmagan tuya, qizil junlari o'sgan 10 oylik homilador tuya chiqib keldi. 10 oylik homilador tuya chiqib keldi toshdan. Subhanalloh. Alloh taoloning mo'jizasini. 10 oylik tuyani chiqardi, homilador tuyani chiqardi. Solih aytdiki, ya qavm, hadihi naqatulloh lakum aya fadaruha taakul fi ardillah va la tamassuha bisun fayakhudhukum azabun alim. Ey qavm dedi. Bu Allohning tuyasi dedi. Ya'ni otadan onadan tug'ilmadi. Otasi yo'q bu tuyani, onasi yo'q. Alloh yaratdi. Allohniki bu tuya. Bu Allohning tuyasi, mo'jizasi. Sizlarga Alloh taolo mo'jiza oyat qilib tushirdi, mo'jiza qilib tushirdi buni. Bunga tegmanglar bu tuyaga. Bu yer Allohning yerida yeydi. Bunga yomonlik qilib yurmanglar, Allohning azobi keladi sizlarga dedi.
Yomonlik qilib yurmanglar bu tuyaga. Allohning azobi keladi. Yana boshqa oyatda qala hadihi naqatun laha shirbun va lakum shirbu yawmin ma'lum va la tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabu yawmin azim. Mana bu tuya dedi. Bu ichadigan kuni bor, sizlarni ma'lum muddat belgilangan kun ichasizlar sizlar. Bu o'sha o'ziga belgilangan kun ichadi dedi suvni. Va bunga yomonlik qilmanglar. Juda ham katta Allohning azobi sizlarga keladi dedi. Bu shunaqa katta tuya edi. Bir kun kechgacha haligi buloqni suvini ichib tugatardi. Bir kun u suv ichib turaverardi. Odamlar kelib buni sag'ardida bir kun to'liq qishloqni hammasiga sut yetardi. Bir kun tuyani sutini ichardi, bir kun suv ichardi bular. Ne'matmi bu ham? Subhanalloh. Mo'jiza, ne'mat Alloh taolo yog'dirib qo'ydi. Lekin iymon keltirganlarchi juda ham oz odam iymon keltirdi. Juda ko'p odam yana iymon keltirmadi. Juda ham ko'p odam iymon keltirmadi. Ozginalik. Alloh taolo va ataynahum ayatina fakanu anha muridin. Biz ularga mo'jizalarni berdik. Alloh taoladan so'ragan mo'jizasi, ular so'ragan mo'jizani berdik. Ya'ni Alloh taolo xohlagan mo'jizasini bermadi. Ular xohlaganini, so'raganini berdi Alloh taolo. Shunday bo'lsa ham ular undan 100 bet o'girdi deydi. Betini burdi. وما منعنا أن نرسل بالآية إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. Allah Taala aytadiki, biz mo'jizalar yuborib yuborishlikka hech narsa bizni to'sayotgani yo'q. Allohning qudratida Alloh kun deydi, bo'l deydi, bo'ladigan narsa bu. Alloh unga bir mashaqqat yoki bir qiyinchilik emas, Alloh taolo bir mo'jiza yuborishligi. Lekin biz nima uchun yubormaymiz desa, chunki avvalgilarga yuborganda ham baribir yolg'onga chiqargan. Mo'jiza yuborgan vaqtda ham yolg'onga chiqargan. Biz Samudga eng katta mo'jizani berdik. Naqa tuyani toshning ichidan chiqarib berdik Samudga, qabilasiga. Va ular mubosira ko'rib turdi shu tuyan chiqayotganini va shu mo'jiza ular bilan birga yashadi. Shunday ko'rinib yo'q bo'lib ketmadi u narsa, u mo'jiza. Musoning hassasiga o'xshab nima bo'lmadi? Shunday ko'rinib turib ilonlarni yutib yorib turib keyin qaytadan hassaga aylanib qolmadi u. Balki bu ular bilan birga yashadi. Ko'rgan vaqtda mana bu tuya otasiz, onasiz toshning ichidan chiqqan tuya edi deydigan holatda qilib qo'ydi Alloh taolo. Lekin ular iymon keltirmay zalamu biha, unga zulm qilishdi deyapti. Shuning uchun shuncha narsani ko'rgandan keyin ham iymon keltirmadi. Iymon juda ham katta Alloh taoloning ne'mati ekan. Iymon biz Allohga beadad hamd va sano aytaylikki, biz mo'jiza ko'rmay turib iymon keltirganimizga. Beadad hamd va sano. Bizni shu qavmlarni yashagan zamonda Alloh taolo yashatib qo'ymaganiga hamd aytaylik. Biz payg'ambarni ham ko'rmasdan turib iymon keltirdik, Allohga beadad hamd sanolar aytaylik. Iymon shunday katta bir ne'matki, Alloh uni sevgan kishisiga beradigan ne'mat ekan. Payg'ambarlar yashagan vaqtda payg'ambarlarni ko'rgan odam shu vaqtdagi eng baxtli odam emas. Unga iymon keltirgan odam baxtli odam. Unga iymon ne'mati berilgan odam baxtli odam odam. Payg'ambar yashagan zamonda shunday odam o'zining amakilari Abu Lahab, Abu Jahllar bo'ldi, lekin baxtli bo'ldimi ular? Eng badbaxt qiyomatga tabbat yada Abi Lahab bo'ldilar. Qiyomatgacha la'natlandi ular. Iymon keltirmadi. Lekin undan keyin kelgan bir inson iymon ne'mati berildi, u eng afzal inson Allohning huzurida. Eng yaxshi odam. Inson iymonidan ayrilib qolishi ham mumkinmi? Inson iymondan shu berilgan ne'matdan ayrilishi mumkinmi inson? Inson shu ne'matdan ayrilib qolishi mumkin inson. Xotirjam bo'lib qolmaylik. Ha musulmon ekanmiz, bo'ldi deb xotirjam bo'lib qolmaylik. Bu ne'matni juda ham yaxshi, juda mustahkam, ehtiyot bo'lib saqlaylik. Pulingizni olib chiqib ko'chaga darvozani tagiga qo'yib qo'ymaysiz-ku. Sotkangizni mashinangizga tashab ketmaysiz. Saqlaysiz, ehtiyot qilasiz, birov o'g'irlab ketadi deysiz. Pulingizni olib chiqib ko'chaga tashab qo'ymaysiz, bozorga qo'yib qo'ymaysiz pulingizni. Eng mustahkam joyga qo'yasiz pulingizni, saqlayapsiz. Iymonni undan ham ehtiyot qilib saqlang. Iymonni undan ham ehtiyot qilib saqlang, pulni saqlagandan ham ehtiyot qilib. Kunda sanaysiz pulingizni, turibdimi, joyida yo'qmi deysiz. Xabar olib turasiz. Bankka qo'ygan bo'lsangiz, bankdan nima qilib turasiz? Hammasini hisob bilan bo'lib turibdi-yu, iymonni ham kunda hisoblab turing. Qancha ko'paydi bu iymon? Qancha azaydi bu iymon? Hisoblang. Iymonni.
Azoyib borib yo'q bo'lib ketib qolmasin iymon. Iymondan ajrash mumkin inson, iymonidan ayrilish mumkin. 3 ta narsada deydi. Ko'p, lekin 3 tasini aytamiz. Agar shu iymonning shukrini ado qilmasa, alhamdulillah, Alloh iymon berdi, alhamdulillah deb doim shukrini ado qilib yurmasa, iymondan ajrab qolishi mumkin ekan. Ikkinchisi, ey Alloh shu iymon bilan olgin meni, iymonli banda holatimda meni olgin. Iymonsiz olma deb qo'rquv, iymon bilan o'lishlikdan qo'rqib, ana shunday bo'lib yurmasa, inshaalloh la ilaha illalloh desa bo'ldi ekanda, ya jannat ekan deb yursa, iymonsiz ketib qolishi. Iymonsiz ketib qoladi. Qo'rquv doim inson qalbida qo'rquv turish kerak ekan. Alloh iymon bilan o'ltirsin meni deb qo'rqib turish kerak ekan. Uchinchisi, musulmonlarga azor yetkazishni kasb qilib olgan kishi iymonsiz ketishi mumkin ekan. Musulmonlarga azor yetkazishni kasb qilib olgan kishi iymonsiz ketishi mumkin ekan. Qo'rqing. Musulmonmi gapirishdan qo'rqing. Musulmonmi deb so'rang. Musulmon desa to'xtang deng. Men bu majlisga qatnashmayman deng. Musulmonmi deng. Musulmon desa to'xtang deng. Men bu yerda o'tirmayman deng. İjtama al-mala ala qatlin naqa. Qarasa, demak, Solih alayhissalomning qavmidagi iymon keltirmaganlar, kofirlar, kattalar tuyani endi o'ldirishlikka jamlandi. Subhanalloh, tuyani o'ldirmoqchi. Nima sabab tuyani o'ldirishga? Suvni navbati. Hozir ham bilamiz-a? Arzimagan narsani talashib qolamizda. Suvni navbat darrov. Birinchisi ularning sababi suvni navbat emas edi. Birinchi sabab Alloh taolo mubusiratan tuyani mo'jiza qilib qo'ydik. Ularning ichida ko'rib yuradigan qilib qo'ydik deyapti. Tuyani. Bir kun o'tadi, 2 kun o'tadi, bir odam ko'rib, tuyani eshitib iymon keltirib solihga qo'shiladi. Ikkinchi kun, uchinchi kun yana bir odam iymon keltirib solih qarasa, tuya sababli sekin-sekin odamlar iymonga kelyapti. Aytishdiki, bunaqa qilsak odamlar hammasi iymon keltirib solihga o'tib ketib biz qolib ketamizmi? Boshida solih bilan biz talashganmiz, urushganmiz, iymon keltirmaganmiz, oxirgacha shunday turamiz deydi. Subhanalloh. Biz tuyani o'ldirib tashlaymiz, iymon keltirganlar kamayadi dedi. Birinchi sabab shu bo'ldi. Ikkinchisi, bunga bahona kerak o'ldirishga. Suv dedi. Nimaga o'ldirasizlar dedi? Xalqga bir narsani bahona qilish kerak-ku. Haqni gapirgan odam tez ishdan ketadi. Nimaga desa unga bir bahona kerak ketishiga. Shunga o'xshab tuyani so'yishlik uchun ular o'zlarining mansablarini, o'zlarining abrosini, o'zlarining joyini saqlab qolish uchun aytdiki, tuyani so'yamiz, lekin sababi suvni bir kun biz ichib, bir kun ertasiga ichmayapmiz. Shunaqa vaqtda bolalarga suv kerak, boshqaga suv kerak, uy yonib ketsa suv kerak, qana bo'ladi degan bahonani olib kelishdi. O'zinglar so'rab olgan edinglar u buni. O'zinglar tilagan edinglar u. Shu bahona bilan tuyani o'ldirishga kelishdi. O'zlarining ichidan bir kishini ixtiyor qilishdi, tanlashdi. Albatta bunaqa ishga eng xabis, eng badbaxt inson turadi. Eng badbaxt dunyo oxiratini sotib olgan odam mana shunday ishlarga qo'l uradi. Ixtaru rajulan minhum Qudar ibn Salif ibn Junda' degan kishini tanlashdi. Qudarni tanlashdi. Tuyani so'yasan, tuyani o'ldirib berasan bizga deydi. Qudar mayli deb o'ziga o'xshagan iflos, badbaxt odamlardan 9 kishi bor edi. Shularga borib kelishdi tuyani o'ldirishga. Qavmga kelib aytdiki, biz tuyani o'ldiramiz, agar Solih va unga iymon keltirganlar bizga qarab kelsa, sizlar yordam berasizlar deb kelishib oldi. Avvaldan buzuqlikka kelish. Alloh taolo ta'awanu alal birri vat taqvo va la ta'awanu alal ismi val udwan degan. Ezgulik, taqvo ishlarga bir-biringlarga ko'makchi bo'linglar. Udwan birovga zulm qilishlik va birovga gunoh ish bo'layotgan narsada ko'makchi bo'lmanglar degan. Hozirgacha shunday bo'lish kerak. Taqvo ish bo'lsa bir-birimizga ko'makchi bo'lishimiz kerak. Telefon qiling. Bugun ertaga azonda payshanba bir roza tuting. Ikkimiz bir joyda iftorlik qilamiz deng. Taqvo ishmi? Uni ham uyg'otasiz, o'zingiz ham uyg'onasiz. Birovning pulini olish, birovning yeyish, birovning haqqini yeyishlikda yordamchi bo'lmang. Yordamchilar topildi. 9 kishi jamlanishib tuyani o'ldirishga bordi bir kun belgilab. Bordida tuyani o'ldirishga borib, tuya endi tog'dan tushib keladi. O'zini kuni
suv ichadigan navbat kunini biladi tuya. Alloh taolo shunday berdi. Shu kuni suvni ichish uchun tog'dan tushadi. Ichi bo'lib ketadi tog'ga. Hech kimga azori, bezori yo'q. Tog'dan tushib kelyapti. Xudo aytdi, ana kelyapti, mana shu tuya dedi. Tez hujumga o'tinglar dedi. Haligilar ko'rmagan tuyani shunday oldiga chiqsa, bahaybat katta tuya kelyapti. Qo'rqib qochdi. Xudo kulib, qahqaha atib kulib, qo'rqdinglarmi dedi-da, yugurib chiqib o'zi tuyani ketayotgan joyda oyog'ini urib sindirdi. Tuya yiqildi. Alloh taolo fanada sohibahum fata'ata fa'aqar dedi. Sohiblariga, sheriklariga nido qildi. Xudo nido qilib, deb nido qilib unga tashlandi. Tuyaga tashlandida fata'ata fa'aqar va tuyani urib aqar oyog'ini sindirdi. Alloh taolo yana izin ba'asa ashqaha, tuyaga birinchi tashlangan kishi eng badbag'i edi deydi Alloh taolo. Xudoning Alloh taolo nima deydi Qur'onda? Badbaxt deydi. Subhanalloh. Thumma tabi'u fasilatan naqa. Tuyani haligi bolasi 10 oylik bolasi tug'ilib onasining orqasida yurardi. Onasini yiqitib o'ldirganini ko'rib toqqa qarab qochdi. Orqasidan quvlab borib uni ham o'ldirishdi. Bolasini ham o'ldirdi. Keyin qishloq ahlini jamlab, go'shtlarini taqsimlab, pishirib go'shtlarni yey boshlashdi. Shunda xabar Solih alayhisalomga keldi. Tuyani o'ldirishdi degan xabar. Solih alayhisalom darrov yugurib qavmni oldiga kelsa, qavm xotirjam tuyani go'shtlaridan yeb o'tiribdi. Tuya so'yilgan, odamlar go'shtini pishirib yeb o'tiribdi. Shunda Solih alayhisalomni ko'rgandan keyin odamlarga qarab Solihni kelayotganini ko'rib kulishdi. Aytdiki, Solih, tuyaga tegmanglar, tuyaga yomonlik qilsanglar Allohning azobi keladi deb biz rasa qo'rqitgan ekansan-a. Mana so'ydik, qani Allohning azobi dedi. Opke sen va'da qilayotgan azobni dedi. Subhanalloh, kufrni ustiga kufr, payg'ambarni masxara qilish, Allohning ustidan oyatlarni inkor qilish. Shunda Alloh taolo aytadi: "Fa'aqarun naqa wa'atu an rabbihim." Tuyani so'yishdi. Allohning amrining haddidan oshdi. Ey Solih, sen va'da qilgan narsangni olib kelgin bizga, agar sen chindan payg'ambar bo'lsang deyapti. Qani azobni olib kel, endi azobingni olib kel agar chindan payg'ambar bo'lsang dedi. Solih alayhissalom aytdiki: "Tamatta'u fi darikum 3 ayyam." Sizlar 3 kun diyoringlarda, hovlinglarda o'ynab, kulib, rohatlanib olinglar 3 kun dedi. 3 kun. Zalika va'd, mana bu va'da g'ayru maktub, yolg'on va'da emas, chin va'da. 3 kun ruxsat berdi 3 kunga. Bu gapni eshitgandan keyin Solihning haligi va'dasi 3 kundan keyin azob keladi deyapti endi. 3 kun yeb ichib olinglar. Buni eshitgandan keyin kattalar aytdiki, shunda 3 kundan keyin biz o'lamizda Solih qolar ekanmi? Keyin Solihni o'ldirib qo'yaylik, tinchimiz deydi. Subhanalloh. Solihni o'ldiramiz biz, keyin tinchimiz deydi. Haligi 9tasi yana jamlanishdi. Solihni o'ldirishlikka. Aytishdiki, qalu taqasamu billah, Alloh taolo buni aytayapti, ularni aytgan so'zini. Qalu taqasamu billah lanubayyitanna. Ular aytishdiki, biz tunda jamlanib borib Solihni tunda va Solihga iymon keltirganlarni hammasini tunda o'ldiramiz dedi. O'ldiramiz. Keyin uni himoyachilari, tug'ishganlar, qarindosh urug'lardan boshqalar bizga kelib shuni so'rasa, hali iymon keltirmaganlar ham bor ularning qarindoshlarining ichida. Shunga o'xshaganlar chiqib, nima o'ldirib qo'ydinglar, bizni qarindoshimiz edi, boshqamiz edi deb so'rab qolsa, biz ularni ko'rmadik, halok bo'lgan joyini biz guvoh emasmiz, bilmaymiz deb qasam ichamiz. Biz sodiqlardanmiz deb qasam ichamiz dedi. Xiyla qilyapti. Hammamiz shunga kelishib olaylik. Shunday xiyla qilamiz, ular keyin ishonadi. Qanday o'lib ketgan bo'lsa, o'lganda endi deb qo'ya qolamiz deydi. Va makaru makra. Alloh taolo aytayapti, ular shunaqa makr qilmoqchi bo'ldi. Solihning qavmini o'ldirib, shunaqa makr qilmoqchi bo'ldi. Va makarna makra. Alloh taolo aytadi, biz ularni ustidan makr qildik deyapti. Kim makr qilmoqchi bo'lsa, Allohning makri undan a'lo turadi. Dinni ustidan makr qilmoqchi bo'lib, dinni yo'qotmoqchi bo'lganlarga Alloh taolo undan ham go'zal o'yinlarni ko'rsatib qo'yadi. Allohning makri undan ustun ekanligini aytayapti. Va hum la yashurun. Ular uni sezmadi ham Allohning qilgan makrini. Qanday makrni yurgizganligini.
Fanzur kayfa kana aqibatu makrihim. Ularning makrlarining oqibati nima bo'ldi? Qarang deydi Alloh taolo. Ular shunaqa makr xiyla ishlatmoqchi bo'ldi. Oxirini qarang nima bo'ldi? Dammarnahum wa qawmahum ajmain. Biz ularni va qavmini hammasini halok qilib tashladik deyapti Alloh taolo. Makri ular qildi, makrni qilgandan keyin Alloh taolo halok qildi. Azob boshlanishligi va azobning kayfiyati qanday boshlandi va qanday bo'ldi ularga azob. Eng birinchi azob o'sha birinchi boshlagan qo'l urgan 9 tasiga keldi. Qo'lini muboshir tegizgan 9 tasiga keldi azob. Subhanalloh. Aytayapti, irtajjatil ard, yer qattiq silkindi, qimirladi. Alloh taolo ana bu 9 ta haligi o'ldirilmoqchi bo'lib tayyorlangan 9 ta, tuyani so'ygan 9 tasiga Alloh taolo toshlarni yog'dirdi. 9'ini ustiga tosh yog'dirib, toshni tagida o'ldi 9. Hali qavmga azob kelmasdan turib 9 birinchi o'lib bo'ldi. Alloh taolo halok qildi. Shu vaqtda Solih alayhisalom va unga iymon keltirganlar hijrdan yashab turgan joydan chiqib ketdi. Chiqib ketgan edi, azob kelishdan avval chiqib ketdi. Keyin birinchi kuni Solih alayhisalom 3 kun dedi-yu. 3 kun o'ynab kuringlar. Birinchi kuni hammasining yuzi sap-sariq bo'lib ketdi. Yuzi hamma bir xil sap-sariq. Ikkinchi kuniga o'tganda hammasining yuzi qip-qizil bo'ldi. Uchinchi kuniga o'tganda hammasining yuzi qop-qora bo'ldi. Bildiki, azob kelishi haq ekanini bildi. Bunga qarasa ham yuzi ko'mirday qop-qora, bunga qarasa ham yuzi qop-qora, hammasi bildi. Allohning azobi kelishini bildida, endi ba'zilar baqirishdi, ba'zilar chinqirishdi, nima qilamiz deyishdi. Azob nima kelar ekan deb kutyapti. Qochgan bilan qutulmaydi. Faqat azobni kutib o'tirdi. Subhanalloh. Shunchalik ojizlik, shunchalik tubanlik, pastlik, jaholat, Allohga o'zing haddingdan oshding, o'zingni teringga sig'mading. Endi bo'lsa Allohning azobini kutib o'tirishlik. Shunda ularga bir necha tur azobning turlari keldi. Bir xil emas azob. Har xil azob keldi. Subhanalloh. Nuh alayhisalomda bir xil tufon bo'ldi hammaga. Va nimada esa Hud alayhisalomda shamol bo'ldi. Solih alayhisalomning qavmiga har xil azob. Nimaga? Ular mo'jiza so'ramagan edi. Bular Allohdan biz so'ragan mo'jizani berasan deb so'rab olgan edi mo'jiza. Ular so'ragan mo'jizasini bergandan keyin bunga isyonlik qilib, uni so'yib, payg'ambarni o'ldirmoqlik darajasiga yetganki, Alloh taolo har xil azob berdi bularga. Har xil azob berdi. Birinchi azob deydi bada'atil amru bada'atir rajfa. Ya'ni qattiq yer silkindi. Biron odam tikka turishga qodir bo'lmay qoldi. Hamma yiqilib qulab qoldi. Ne tikka turadigan daraja emas. Ozgina yer qimillab qolsa nima bo'ladi? Yugurib ko'chaga chiq deysiz-a? Hamma ko'chaga chiqadi, najot topish uchun. Ko'chada ham tikka turadigan holat emas. Shunaqa yer qimirlayapti. Turgan odam yiqilib o'rnidan yerga qulayapti yuzi bilan. Alloh taolo shunday sifatlaydi buni. Bunda yurak yorilib o'zi bo'ladi. Xabar qilib qo'ygan, senga azob keladi deb qo'ygan. Kelib turibdi. Bo'ldi, endi qutulishning iloji yo'q. Shunday holatda turibdi. Ikkinchisi, osmon larzaga kelib, chaqmoqlar chaqib yashin tusha boshladi osmondan. Subhanalloh, yashin. U yerga tushib kuydirib, bu yerni kuydirib yashinlar yog'a boshladi. Chaqmoq bu. Uchinchisi, osmonda qattiq bir ovoz kelib, hammaning ruhi chiqib ketdi. Baqiriq ovozdan keyin ruh chiqib ketdi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda fa'akhadathumur rajfatu fa'asfahu fi darihim jathimin. Ularni rajfa, yerning silkinishligi ushladi. Ular turgan diyorlarda o'z manzillarida tizzalari bilan yuzlariga yiqilib yerga yotib qoldi deyapti. Yer silkingan vaqtida. Ikkinchi mo'jizasida, ikkinchi azobda fa akhadathhumus sayhatu musbihin, baqiriq ularni ushadi. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Ular qilgan ishlari ularni behojat, qasrlari ham saqlab qolmadi, tog'larni o'yib naqsh qilgan qasrlar ham ularni behojat qilmadi, hech narsa behojat qilmadi ularni deyapti. Va makaru makra va makarna makra va hum la yashurun. Ular makr qildi, Solihni o'ldiramiz, qutulamiz deb biz ularga makr qilib qo'ydik, ular sezmagan holatda. Fanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in. Qaranglar,
qanday biz ularning makrini oqibati nima bo'lganini qarang, nima bilan tugaganini. Biz ularni xalq va qavmini hammasini nima qildik? Halok qildik deyapti Alloh taolo. Mana bu uylarini qarang. Qasrlar, tog'larni o'yib solgan qasrlarni qarang. Xaviyatan bima zalamu, zulm qilganligi sababli bugun bombosh bo'lib turibdi deydi. Agar zulm qilmaganida, Solihga iymon keltirganda bu narsa bo'lmagan bo'lardi. Zulm qilganligidan u bombosh. Inna fi zalika laayah liqawmin ya'lamun. Bilgan qavmlar uchun bu mo'jiza emasmi? Bu o'tgan tarix, ibrat olinishlik kerak. Qayoqqa qarab ketyapmiz biz? To'xtaylik ozgina, tiyilaylik, eshitaylik. Solih hech kim bo'lmagan ekan, boy ham bo'lmagan ekan, podshoh ham bo'lmagan ekan. Bir qavmidan chiqib gapirib Allohni eslatgan ekan. Shunga itoat etmagan eng katta dabdabali qasr egalari halok bo'lib, yo'q bo'lib ketibdi. Bugungi kunda bitta domla kelib turib, hech kim emas gapiryapti. Tinglaylik uni deyish kerak. Va anjayna allazina amanu va kanu yattaqun. Iymon keltirgan va Allohdan taqvo qilganlarni biz ularni qutqazdik deyapti Alloh taolo. Mana Solihning Samud qabilasi, Solihning qavmining asarlari bugungi kunda ham shimoliy g'arbiy Madinaning shimoliy g'arbiy taraflarida, Madinadan 380 kilometr uzoqlikda hozirgi kunda ham ularning asarlari halok bo'lgan va shu solgan qasrlaridan qolgan asarlar bor ekan. Va indama kharaja min qaryatihi, Solih alayhisalom u shahardan, o'zining shahardan hijrdan chiqib ketdi, Falastinga qarab ketdi. Va u yerda Falastinda Ramla degan joyga joylashdi. Qavmini qarab o'zining qishlog'idan, qavmlaridan chiqib ketayotgan vaqtida Solih alayhisalom ularga qarab turib aytdiki, fatawalla anhum, ulardan yuz o'girib turib, ya qavm, ey qavm, men sizlarga Robbimning risolatini yetkizdim, sizlarga nasihatlar qildim, lekin sizlar nasihat qiluvchilarni yaxshi ko'rmadinglar dedi. Solih alayhisalom Falastinda nima qildi? Vafot etdi Solih alayhisalom. Va payg'ambar alayhisolatu vasallam bir kun Solih alayhisalom diyorlaridan o'tdi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bir kun Solih payg'ambarning diyoridan, hijrdan o'tib qoldilar. Shunda aytdilarki, la tadkhulu ala haula'il qawmil mu'azzabin. O ana azoblangan qavmlarning diyorlaridan diyorlariga kirmanglar. Agar kirsanglar sizlar yig'lagan holatda, yig'lay olmasanglar o'zingizlarni yig'laganga solib kiringlar. Toki ularga yetgan azob sizlarga yetib qolishidan qo'rqqan holatda kiringlar dedi. Ularga shunday azoblar kelgan ekan, Alloh taolo bizlarni bundan najot bersin deb qo'rqqan holatda yig'lab kiringlar dedi. Demak, ularni joylarini ziyorat qilmoqchi bo'lgan odamlar u aylanib ko'rib tomosha qilib, mana ha bo'lgan ekan deb yurishun emas. Nima uchun? Ibrat olish uchun, yig'lash uchun, ularga kelgan azobni bizga berma deyishlik uchungina borishligi mumkin bo'lar ekan agar ko'rsa. Vallohu alam, bugungi Solih alayhisalomning qissasi bilan to'xtaymiz. Solih alayhisalomning qissasi bilan to'xtaymiz. Keyingi darsligimizda inshaalloh Ibrohim alayhisalom payg'ambarlarning qissalarining eng go'zali bo'lgan va Halilur Rahman, Alloh taoloning xalili bo'lgan Ibrohim alayhisalatu vasalomning nimasiga, qissasiga o'tamiz. Inshaalloh keyingi darsligimizni Mankenddagi katta masjidda qilamiz. Mankenddagi katta masjidda, Jalol Bobo masjidida qilamiz keyingi darsimizni inshaalloh. Bugun odamlar issiqdan uxlab qolyapti, yo'da salqinroq, sovuqroq shada qilamiz inshaalloh. Duolarni yodlashlikni unutmanglar. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma inni a'udhu bika